avvalambor trading qilmang. Tradingdan pul topish hammaga emas. Lekin fikringiz qat'iy, o'zingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana shu ikkita tavsiyamga e'tibor qiling. 9 yil trading qilganman. Pul topganman. Lekin bu videoda kurs sotish niyatim yo'q. Maqsadim samimiy maslahat berish. Hozirgi kunda ko'p traderlar asosan 80-90% kurs sotib pul qiladi. Tradingni o'zidan pul topmaydi. Mani maqsadim, agar haqiqatan sizlar tradingga kirmoqchi bo'lsalaring, qanday qilib kurs tanlash mumkin? Ikkita faktorga e'tibor berishlaringga maslahat bergan bo'lardim. Birinchi navbatda har qanday yaxshi trader o'ziga ishongan, maqsadi pul topish emas, u birinchi navbatda o'z jamoasiga olishga harakat qiladi, tekinga o'qitadi. O'qitib bo'lgandan keyin siz bilan sherik bo'lib 50 ga 50, 60 ga 40, 70 ga 30 tarzida sherik qilib sizni jamoasiga olib ishlashni xohlaydi. Ikkinchisi, har qanday yaxshi trader kurs sotayotganda sotsa ham keyinchalik siz jamoasida birgalikda trade qilishingizni xohlaydi. Ana shunday odamlarga borishni tavsiya qilaman.